сайт, какой-то, чтобы там показать, что есть сайт. Как это можно почему? Так, Assalomu alaykum, doktor aka. Va alaykum assalom. Yaxshi, yaxshimi? Yaxshi tushunib tekshirdim. Tezli. Balon tezmi? Balon. Uyg basam, kim yo'q. Bor, o'sha to'g'mi shekil. Ha, o'zinglar al, o'rimchi ketgan. Shu tekshiruv kelib bo'lmaydi-ku. Juray bir o'tib qo'yishadi. Bo'pti, o'xshaydi. Держи. Сейчас, я bo'ldi. Men nima izlab kelgandim? Naqshti aka, bu gapni deydisan, sen nima deysan, degina aka. Ha, dayma deb kelgansiz, nimasan? Endi shu aka. Damsan? Naqshti, bizning qo'shnidan ekim qattiq bog'im, ashno pul berib alomatma degina aka. Oho, qarz bergandim mana. Shunda qarz bergan. Donadan beribsan-da. Quduqni tasabsanda pulni. Shunaqa aka. Qachon bergandim? 2 yil bo'ldi aka. Bizdan bilsa, 2 yil avval o'qitib beri joydi. Bir kuni ekim qattiq uy ketmaydigina. Что дальше? Дроп! Дроп! Kim o? Chiqaver, qay? Kimsan? Nima bo'ykim? Chiqaver. Nimish kelgan tu bu ekan. O, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Yaxshi. To'ykiram, chay. Ha, bo'pti, nima bo'ldi? Adamiz alatlandı, davat etsem, akçı yok, olsun pul olsa bir tutsam. Qo'ymamdan qilsa aka, axir haydimizni davolsam bo'ldingizmi? Bo'pti, men birtaysiz deb. Biroq uyda musim yo'q. Faqat 500 so'm. Ha, bo'ldi, yetdi. Jumla toptiramiz. Bo'ldi, Meshat. Mana aka, 500 so'm. Ha, durust, rahmat. To'xtab turing aka. Voy, Bir bo'ldi. uyga yetkasangiz bo'lmaydi. Meshatning qilsa, qo'shnilar bo'lsa, bir haftadan keyin o'zi. Ha, bo'pti, aka, beraman. Ha, bo'ldi, bo'lmadi. Он сказал, что через неделю принесу с процентами. Ekim qattiq. Shunday qilib aka 500 so'm ilib hujjatni yozmay ketdi. Bilmay chiqdim, uy so'rab basam, Allah chiroyli aytganda gapni so'zdi. Biroq hozir men siz qachon pul oldim? Ag'am bo'lsam hujjatni chiqardi da'vatdim. Balam ali maktabga ketdi. Ali maktabga ketib pulim yo'q. Hukumat tarafdan yordam pulim bordi. Biroq bu ekin qattiq qilib ko'zim bo'ldi. Bo'ldi, kim bo'ldi? Ko'nglimizdan bu ishdan bir amal bo'lib qoladi. Sen de mayli gapni tashlaysan baxtimi? Ey aka, iznidan bulamdı, izledim. Bu xeyli urinib baxtı. Biroq sifat bo'lmasa ishdan qolmaydi-ku. Erkin saqchimi, to'xta akam berib, bir amal qilib deb shu keldim sana. Ayma, o ekim qattiq bilan xeyli aralashib qolgan. Bir kuni bunday bir ish bo'ldi men sevsam. To'xta, nima qilyapsan lan? Chichimni yasatma. Chichimni yasatma, to'g'ri sig'atsan bu. Ko'rib turib, bundan so'rashanchi? Sen to'g'ri qo'sh bo'lib ketma, ha? Menda haq olma, ha? Voy, nimga olsalarmi? Eri haqini olma, eri haqini. Eri haqi? He. Mesela bilan bilmasa, men buni eriqni shunda chopman, tozalayman, sen uni bilsanmi? Ha, gapni qilmag'ina voy. Bundoq bo'lsa shu, boshqa yerdan eriq qochib bor. Ishla. Chiqib, men sana dab qo'ydim, juma. Allah, saram bu qoldi, bu nima bu? Это налог. Nima qilib, eri qatni topshirib olmasin?
Şulaq bu tətirli qılay, yerim saat tutqanğa 2 so'm pul berdim onunla. Başka şükür akıllı. Başqa al təmki əris qıldı. Təmsi qızlar ki, bunu təmki qıldı. Şunda o üstün qıldı. Kaka desem ziyad taktın mı? To'qqigan chona, ziyada turgan emas. Men shu 2 so'm, 5 so'm qilib oldim. Bak, senin var mı? Anlat kılıç. Kine, bunda bir ish bo'ldi, men satsam. Мындах бір іш болды. Ты же на меня смотри. Ey, to'xta. Ne oldu bana? Men seni yo'lga qolman. Dedim onu yol senin kitimize. Yo'l men bo'lmagan hech kim oldi. Buni hech kim arasamaydi. Buni ustiga yo'q, sen boshlab berdim, yerga qolma deb. Bugun mana men yo'lga qolma deb chiqdim. Dedim onu. Yo'q, 5 so'm bersa. Desum. Ya zaran bulmadı ne? To'xta qo'y. Mana ma'lum yo'q. Senin bu yo'lun boshqa o'tida yo'lun yo'q. Shu to'lmay bo'lmaydi. Yollar. Orada çıksın bile. Ya 5 so'mni kim yo'q? Başkaları öpçürdü o nime? Boshqa meni erga qolmaydi unutsa. Stok buralarken üstün bile. Ya 5 so'mni kim yo'q? Öpçün boktu. Eşkimiz kolun koşuna birinizden de sıçtı. Bu kuru gipini qo'y. Dedim. 5 so'mni kim yo'q dedim sen? 5 so'm berib ber. Ne. Gel.